Assalomu alaykum. Mana bugun bizda 5 soatlik объемный тренировка. 4 soat emas, 5 soat. Mana bizda havo issiq, kayfiyat zo'r. Velosiped tayyor. Bosish kerak bu faqat 5 soat. Ko'ramiz bugun necha kilometr bo'lar ekan, qancha haydaymiz ekan. Bugungi marshrut bir marta Chirchiqga borib kelish Platinagacha. Orqaga qaytib, Chimganga Medavik degan joygacha chiqib, qaytib tushib, keyin Bochkaga, Chorvoqga hamma rasmga tushadigan joydan ozgina o'tib, qaytib kelamiz. Qaytib pastga tushib, Sijjakka chiqamiz 3-4 kilometrcha. Keyin mana Chirchiq tomonga qarab yurib, yog'i vaqt bo'lishiga qarab, vaqtga qarab haydaveramiz. Mana hozir Chorvoqdan tushyapmiz endi, mana shu aytgan joyim chiroyli. Hamma rasmga tushadigan joy mana. Hozir hamma charchagan mana o'sha. Bu bizda hozirgi 24-48 soatda bitgan mana shu peshoxodning yerda tagidan o'tgan masjid tomonga. Mana shu Avazbek charchagan u ham. Qo'lni ko'tarib qo'yibdi. Hamma zo'r, hamma yaxshi, cho'tib ketyapti. Trenirovkamiz уже 40 minutlar qoldi trenirovka tugashiga. Mana bolalar mana yana Avazbek ko'taryapti qo'lni, mana 4 soat 2 minutdan 1 soat qolibdi mana. Mana o'zim ko'rsatib qo'yapman. Chirchiq tomonga qarab ketyapmiz. Shu buyog'i vaqtga qarab haydaymiz. Mana hozir Farruh 4 soat 35 minut bo'libdi. Mana bizning pitaniya, главный pitaniya mana banan, praynik, shunaqa narsa. Suv ichamiz ko'pincha. Mana shunaqa o'sha qaytyapmiz mana Chirchiqga borib, 4 soat 59 minut bo'ldi. 164 kilometr bo'ldi. Hamma